Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırız. Baş ministerimiz Haqiqatning ovozi va 3-cü navbatlik insonlikni xotirlash mukofoti kashlik ziyofatida Sharq Turkistonning vaziyati va Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishi haqida muhim so'z qildi. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti namoyish o'rinlashtirdi. Bayden Beyjingning ortgan nufuziga qarshi Xitoy uyini qurdi. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi 6 dekabr kuni Haqiqatning ovozi va 3-cü navbatlik insonlikni xotirlash mukofoti kashlik ziyofatida Sharq Turkistonning vaziyati haqida to'xtalish bilan birga Yahudilarni o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam qilishini talab qilib mundaq dedi. Efendiler va xonimlar, eng oldi bilan haqiqiy insonlikning ovozi bo'lganligi uchun shundaqla yolg'iz mehmondorchilikqa da'vat qilib qolmay yana ko'pchilikning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilik va uning sababini bilishiga yordamchi bo'lish uchun so'zlash fursati berganligiga rahmat aytaman. Mening ismim Salih Xudoyer, Amerikalik Uyg'ur siyosiy musofir. Sharq Turkiston Sürgündü Hökumətining bosh ministeri bo'laman. Sharq Turkiston suyumlik, go'zal, mo'l tabiiy boylikqa ega, g'arbda Qozog'iston, sharqda Xitoy, janubda Hindiston, shimolda Rossiya bilan chegaralanadigan mamlakat bo'lib, 1949-yili Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonni besib olgandan keyin Sharq Turkiston xalqi vatansiz qoldi. Hozir Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilganligiga 73 yil bo'ldi. Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata rəhimsizlarcha yurgizayotgan vahshiylikni Amerika hukumati boshliq g'arbdagi ba'zi hukumat va parlamentlar irqiy qirg'inchilik deb tunidi. Bu ayning beshida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti doklad e'lon qilib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi qilmishlarini yo'ritib, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitdi. Albatta, bu kutganimizdek kuchlik ayblash emas edi. Buning sababi Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga keng ko'lamda besim qilganligi bo'lib, biz buni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat va tashkilotlarning ahamiyatli harakat qo'llanishiga ilhom berish uchun olgan tunji qadami deb o'ylaymiz. Xitoy hukumati Sharq Turkistonni xato holda yangi territoriya ma'nosida keladigan ishg'ol nomi bo'yicha Xinjiang deb ataydi va qadimdan tortib Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi deydi. Tarixiy xotiralar Xitoyning bu tashabbusining faqatla to'g'ri emasligini ko'rsatadi. Yahudilarga o'xshash Uyg'urlar Xitoy tajovuzchilariga qarshi turib, mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qildi. Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotib, Sharq Turkistonni Xitoyning ayrilmas bir qismiga aylantirib olishiga kafolatlik qilishni maqsad qildi. Xitoy Sharq Turkistonga taraqqiyot va zamoniylashtirish elib kelganligini ta'kidlaydi. Amaliyotda Xitoy Sharq Turkistonga mustamlika, mingi yuyish, majburiy assimilyatsiya qilish, tug'mas qilib o'tish, irqiy qirg'inchilik yurgizishdan boshqa narsa elib kelgani yo'q. Uningdan boshqa Uyg'ur va boshqa turk xalqi Xitoy hukumati tomonidan chetga qetildi, nomrodlikqa itirildi. Navbatda millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqi Xitoy shirkatlari tomonidan qul ishchilari sifatida ishlatilyotdi. Lagerlarda qiyin qistoqqa elish, siyosiy jihatda mingi yuyish, ocharchilikqa qo'yish, jinsiy parakandachilik, a'zolarini yig'ib olish, tug'mas qilib o'tish, hatto o'ltirib o'tishdek vahshiy qilmishlarning qurboniga aylandi. 850 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalq bolalari oilalaridan majburiy ayirib etilib, Xitoyning yatoqliq maktablari va doriltamlariga o'rinlashtirilib, Xitoyga sodiq fuqaro qilib yetishtirilmoqda. Bizning tariximiz, kulturimiz, diniy e'tiqodimiz, mavjudligimiz Xitoy Kompartiyasi hukumati tomonidan yo'qotilmoqda. Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning qiyinchiligi Yahudilarning haq va erkinligini qo'lga keltirishdagi ko'rishiga o'xshaydi. Biz bugun sizlardan yordam talab qilamiz. Yahudi xalqi biz orzu qilgan hurlikka erishdi. Ular o'tmishdagi qo'rqinchni yengib, turmaga so'langan va zulm ko'rganlarni sobiq Sovet ittifoqi va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlardan qutqizib, mustaqil davlatini qurib, dunyoga adolatning amaliylashadiganligini ko'rsatdi. Men shaxsan Belinskiy qarindoshlarga va ularning o'z insonlariga bergan fidokor xizmatiga hayron. Men tonilgan film rad qilishni ko'rdim. Filmda tasvirlanishicha, qarindoshlar harakatga o'tishga qo'shiladi, faqat ojizlarning qochib ketishiga yo'l qo'yadi. Biz Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar tariximizning eng tuvan nuqtasida turibdimiz.
Biz ittifoqdoshlarımizning vatanimizni vayron qilib o'tgan, hozir xalqimizni yo'qotayotgan ejderhoga qarshi kurashimizni qo'llashili. Bizning uchun o'rnidan dast turishini xohlaymiz. Bultur 2021 yılı İsrailiye Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişide Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlariga yurgizayotgan vahshiylikini ayblab bilet tashladı. Albaniyaning sirtidagi barliq musulmon davlatlari Xitoyning vahshiyligini qo'lladi yoki sukut qildi. 1990 yildan e'tiboran Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq atalmish jinoyatchilarining organlarini yig'di. 2014 yılı maydan itibaren Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata vahshiylarcha irqiy qirg'inchilik yurgizgandan boshlab Xitoy hukumati jazo lagerlari va turmlardagi Uyg'ur va boshqa turk qurbonlarining organlarini sug'urib olib, halol organ sifatida O'rta Sharq va Paris qo'ltiqidagi musulmonlarga sotdi. Echinishliq yeri nurg'unlagan musulmon davlatlar Xitoy bilan bo'lgan qo'yiq iqtisodiy va siyosiy munosabati sababidan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan irqiy qirg'inchiligini osonlashtirishiga yordam qilmoqda. 2008 yılı e'lon qilingan Xitoydagi va Sharq Turkistondagi majburiy a'zo yig'ib olishga aloqador dokladdan keyin Isroiliya tunji bo'lib organ ko'chirish sayohatchiligini chekladi. Shaba tibbiy markazining professori Jakob Levey Isroiliyaning Xitoydan a'zo qabul qilishini cheklaydigan qonunni chiqarishida nihoyat cho'ng kuch chiqardi. Ishonamanki, Yahudi va Isroiliya tashkilotlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi ziyonkashligining qurbonlariga qilib bera oladigan nurg'unlagan ishlari bor. Kim biladi, balkim bir kuni Sharq Turkistonmi Abraham kelishimining bir qismi bo'lib, O'rta Sharqdagi boshqa do'stona davlatlar bilan bo'lgan qizg'in munosabatdan bahramon bo'lishi mumkin. Pat arada yetib keladigan Rosh Hashina Yahudiy millati va Isroiliya xalqi uchun tatliq yangi bir yil bo'lishi mumkin. İnsanlarning xushallik ko'rish uchun duo qilishinglarni umid qilaman dedi. Sharq Turkiston sürgündü hükümeti ve Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 73 yilligini la'natlash, Amerika boshliq xalqarodagi davlat hukumatlari va turli qurilishlarning Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan qonunsiz ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam qilish uchun amaliy harakat qilishga chaqiriq qilish maqsadida 22 dekabr payshanba kuni soat 1 dan soat 3 gacha Amerika Oqsaroyning oldida va boshqa dunyoning har qaysi joylarida namoyish qilishni o'rinlashtirdi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyer apandining chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zishimning sababi hammanglarga ma'lum bo'lganidek, oldimizdagi payshanba kuni, ya'ni 12 ayning 22-si Sharq Turkiston, ya'ni mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetininki Xitoy tajovuzchilari tarafidan ag'dirilib o'tgan kuni. Shuning uchun biz barliq Sharq Turkistonliklar bu qora kunni la'natlash uchun xalqaroda, ammiyada, o'tirishliq davlatimizningki ya Tashqi ishlar ministrligi oldida yoki Oqsaroydagi o'rinlarda o'rtirib, namoyish qilib, bu kunni la'natlashimiz kerak. Va Sharq Turkiston xalqininki mustaqillikka bo'lgan irodasini dunyoga bildirishimiz kerak. Biz davlatimizdan voz kechmaganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak va mustaqilligimizni asl keltirmay turib, bizningki kishilik huquqimiz, diniy erkinligimiz, hatto inson bo'lib yashash mavjudligimizni kapolatga ega qilolmaydiganligimizni saqlayamaydiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak. Aziz qarindoshlar, Xitoy Xalq Cumhuriyeti, ya'ni bugungi Xitoy Kommunist Xalq Cumhuriyeti Sharq Turkistonning egilik huquqini dafsanda qilib 1949 yilniki 10-ayning 12-sida Xitoy Kommunist armiyasi Sharq Turkistonga tajovuz qilib bo'lgandan keyin 2 oydan keyin, ya'ni 1949 yilniki 12-ayning 22 kunida mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti zo'rlik kuch bilan ag'dirib tashlandi. Mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetininki
ag'dirilishidan keyin bugun qadar davomlashayotgan Xitoyning mustamlikchilik, irqiy qirg'inchilik va bosqinchilik harakati sistemlik holda davomli qilib kelmoqda. Biz Sharq Turkistonninki Xitoy tarafidan qonunsiz besib elivelishining 73 yilligini la'natlashga barliq xalqimizni chaqiriq qilamiz. Va Sharq Turkistonning mustaqilligini va egilik huquqini asli keltirishidagi bu haqqoniy kurashimizni xalqaroninki istoshlik qilishiga va buni qo'llashga chaqiriq qilamiz. Biz Amerikada bo'libmi shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidagi qarindoshlarimizni bu namoyishga qatnashishlarga chaqiriq qilamiz. Biz Oqsaroyning oldida soat 1dan 3gacha namoyish qilamiz va biz Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatini Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilganligini ayblashga, ya'ni la'natlashga va Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirishni qo'llashiga va konkret harakat qo'llanib Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashayotgan mustamlikasini, ishg'oliyatini va irqiy qirg'inchiligini ayg'irlashtirish uchun tizdan harakat o'tashga chaqiriq qilamiz aziz qarindoshlar. Bu bizning hammamizninki birinchi bo'lib Sharq Turkistonlik bo'lish vazifamiz, insoniy vazifamiz. Davlatimizni besilib olgan kun, ya'ni davlatimizni ag'dirib tashlangan kunga biz o'ri turib la'natlashimiz kerak. Dunyoning har qaysi joylarida. Masalan, biz yaqinda Yevropadagi qarindoshlarimiz bilan suhbatlashdik, Yevropa safarimizda. Barliq tashkilotlarga yana qayta chaqiramiz. Yevropadagilar bo'lsin, boshqa dunyoning boshqa yerlaridagi bo'lsin, hammanglar o'z turishlik davlatlaringniki. Mayli Tashqi ishlar ministrligi oldida bo'lsin, mayli davlat binosining oldida, mayli Oqsaroydagi yoki parlament binosining oldida bu namoyishni qilinglar. Eng oddiy qila oladigan ishimiz xalqimizning ovozini xalqaroga bildirish. Bu la'natli kunni la'natlash va Sharq Turkiston xalqininki mustaqillik irodasini xalqaroga bildirish. Biz o'zimizga ega chiqmasak, biz o'zimizninki bu qor kunga qo'pab la'natlamasak, xalqaro biz bilan kori bo'lmaydi. Xalqaro la'natlamaydi biz uchun. Shuning uchun harakat bizdan qog'inni Alloh g'albi Allohdan keladi qarindoshlar. Bayden Beyjingning artgan nufuziga qarshi Xitoy uyini qurdi. Siyosat xabar torining 16 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Bayden hokimiyati Beyjing bilan yer shari raqobatidagi diplomatik eg'irlikni kuchlantirish tirishchiligining eng muhim partiyasi bo'lgan Xitoy uyini juma kuni ishga kirishtirdi. Davlat amaldorlari siyosat xabarlariga bergan bayonotida Davlat ishlari mahkamasini asos qilgan o'rin ba'zida hukumat organlaridagi ortiqcha ambarlarni yo'qotish uchun loyihalangan bo'lib, Amerika davlat ichi va sirtidagi Amerika amaldorlariga Xitoyning uchurlarini o'rtoqlashish va Xitoy siyosatini shakllantirish huquqi beradi dedi. Xitoy uyining qurilishi Prezident Jo Bayden guruhining ichki qismidagi hozirgi byurokratlikning kommunistik Xitoyning savdo setqidan tortib harbiy huquqchi bo'lgan nurg'ulg'an xiristlarga taqobil turish uchun yetarlik emasligini his qilganligini aks ettirdi. U mayatda bir ichki qayta tashkillanish bo'lsa-mu, o'rinning qurilishi to'salg'ularga duch keldi. Cumhuriyetçiler Partiyasidan Kengash palata a'zosi Jim Rich bu taklifga necha oy imzo qo'yishni rad qildi. Xitoy uyi Davlat ishlari mahkamasining Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlari idorasidagi Xitoy ustalining o'rnini oladi. Yangi o'rin taxminan 60 nafardan 70 nafargacha xizmatchi qabul qiladi. Davlat ishlari mahkamasining bir yuqori darajalik amaldori Xitoy xirisining ko'lam, doirasi va murakkabligi shundaqla pay chekib bizdan boshqacha o'ylanish, hamkorlashish, tashkillash va harakat qilishni talab qildi dedi. Muavin davlat ishlari kotibi Vendi Sherman juma kuni Davlat ishlari mahkamasi xizmatchilariga Xitoy uyining uchurdan tang bahrilanish, uchurlarni oydinlashtirish va yaqinqi mazgildagi taraqqiyotlarga moslashish iqtidorini cho'nqurlashtiradiganligini aytdi. Xitoy allaqachon diplomatik mashinasiga ko'plab mablag' selyotidi. Tekshirishga qaraganda, hozir uning chet eldagi diplomatik asliyalari Amerikaga qaraganda ko'p bo'lib, yaqinqi yillardan buyon Beyjingning diplomatik chiqimimi shiddat bilan oshdi.
Təhlilçilər buning diplomatlarning sapasi və ishonchini oshirishga yordam beradiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoy uyi Tashqi ishlar ministrligining Fogi Bottomdagi bosh markazining ichiga joylashgan. Uning 3 asosli guruhi bo'ladi. Biri an'anaviy ikki taraflik ishlarga markazlashgan, yana biri strategik xabarlashish bilan shug'ullanadigan Xitoy sirtidagi Xitoy faoliyatini asos qilgan dunyoviy guruh. Muavin yordamchi sekretar Rick Watres Xitoy uyini tunji moslashtiruvchi sifatida nazorat qiladi. Davlat ishlari kotibining yordamchisi Dan Kittenberg Xitoydagi yuqori darajalik strategik guruhni nazorat qiladigan Shermanga doklad berdi. Rich hech bo'lmaganda qoyil bo'ldi. Amerika qo'llangan boshqa qadamlar Xitoy hukumati oldingi o'ringa qo'ygan bir soha diplomatiyaning iqtisodiy tarafiga texmi ko'p markazlashish va'dasini o'z ichiga olib qolmay, Xitoy faoliyatlarini kuzatish uchun dunyo miqyosida rayonlik Xitoy vazifa xodimlarini tayinlashni o'z ichiga oladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumati buningga Twitter hisobidan inkas qaytarib, biz Bayden hukumatining Xitoyning butkul insoniyatga qarshi kun sayin kuchayayotgan mavjud tahdidiga taqobil turish uchun Xitoy uyini yo'lga qo'yganligini qarshi olamiz. Biz Amerika Tashqi ishlar ministrligini Sharqi Turkiston masalasini hal qilish uchun alohida moslashtiruvchi tayinlashga chaqiriq qilamiz dedi. İxtiyari qulluq. Abduri Abdurahman Jamal Kashg'ari. Fransiyalik mutafakkur Etinning İxtiyari qulluq nomli kitobida mundaq deydi. Bir vatan yoki millat uzun mazgil mustamlikaga duch kelsa, u vatanda hurlikka muhtoj bo'lmaydigan, mustabidlik bilan chiqishib yashay oladigan va muqimlikni suyadigan avlodlar paydo bo'lib qoladi. Muqimlikni suyadigan vatandosh o'zining xos dunyosida yashaydigan bo'lib, 3 turlik narsadan boshqasini o'ylamaydi. Birinchisi turmush xemi, ikkinchisi futbol, Uyg'urlarda naqshi musiqa. Uchinchisi shakliy dindorlik. Mustamlikaga duch kelgan vatanda muqimlikni suyadigan vatandoshning haqiqat va adolat bilan kori bo'lmaydi. Chunki u yurish turishiga ta'sir ko'rsatolmaydigan shakliy ibodat bilan kifoyalanadi. Shunga yolg'onchilik, munofiqlik va parxo'rlik qilganda gunoh his qilmaydiganlar faqat biror namoz qo'ldan ketib qolsa gunoh his qiladi. Bu turdagi kishilar ig'ir xafalikqa yoki biror tahdidga yoki arsiyatga uchramasa, dinni mudofaa qilish uchun harakat qilmaydi. Bu sababdan siyosiy huquqlarga faqat parvo qilmaydi. Muqimlikni suyadigan vatandosh mahrum qilayotgan huquqlardan futbol yoki naqshi musiqa orqali tasalli topadi. Futbol orqali g'am qayg'ularini unutishga urinadi. Demak, muqimlikni suyadigan vatandosh uyg'onish va islohot yo'lidagi haqiqiy to'sqinlik hisoblanadi. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.